Xo'p, zapis boshlandi. Chunki Hammaga siz xayrli kech. yoqsangiz-ku. Da bo'lishi mumkin shunga. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kech. Hammanglarni bugungi darsimizda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugungi menejerimiz prezident komandani faxrli menejerlaridan Feruza opam, Xudoynazarova, Dilfuza Salimova, Shahnoza Ishanova, Barno Tursunovalar sponsorliklari ostidagi menejerimiz Malikaxon Abdullayeva. 5 minut kam direktor, xudo xohlasa tez orada kutilgan katta menejerlar inshaalloh 18% emas 18%lar tez orada sizni yangi katta menejerlik bo'lganingiz bilan tabriklash nasib bo'lsin. Endi esa keling, mana shu katta menejer bo'lish uchun nima ishlar qildingiz? Har kuni kunlik menga sizni bilasizmi, kunlik qilayotgan har kunlik harakatlaringiz muhim. Nimaga desangiz, malika juda ko'pchilikda kunlik harakat yo'q. Katalog boshlanganda bir harakat, katalog tugashida bir harakat va bu kamlik qiladi. Har kunlik sistematik harakatlar bo'lsagina natija bo'lishini hammamiz bilamiz. Endi esa keling, siz mana shu sizni komandangizda 12% bor, 15% borda, 9% bor, 6-3% bor va har katalogda komandaviy rekrutlaringiz bor. Siz va sizning komandangiz birgalikda qanaqa rekrutlar qilasizlar? Va bu insonlarni qanaqa qilib katalog 3, 6, 9, 12larga yetaklashda qiladigan harakatinglar kerak bo'ladi. Marhamat, so'z sizga. Biz sizni podдержка qilib turamiz. Bemalol sekretlarsiz deydi-yu, chin dildan mana shu menejerlarimizga siz o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishing. Xo'p, bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hammaga xayrli kech. Birinchi gruppada dars o'tishim hayajonim bor. Doim o'zimni gruppamda qizlarimizga dars o'tganman, lekin bu boshqacha gruppa men uchun. O'shaning uchun ham ozgina hayajon bor. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Abdullayeva Malika. Hozirda 18% menejerman. Alhamdulillah. Meni ish faoliyatim nimadan boshlandi? Meni kirib kelishim bo'ldi bu yerga. Avvalo bu ishni meniki emas deb o'ylaganman. Taklif qilishgan insonlarni bu darajada jiddiy ish deb tushunmaganman. Prosta reklama yoki nimadir deb o'ylaganman. Bu nima desam ekan, atir, upalab bilan jiddiy ishlanmaydi deb o'ylaganman. O'zimni sinab ko'rganman. Meni o'zimni kirib kelishim ham prosta bitta atirni qo'limga qo'l krem surib turib, shu bilak qismimga atirni sepib, shuni hidlaganimdan boshlangan. Hamma qatori mahsulotlar bilan kirib kelish. Asosan biz bu ishimizdagi mahsulotlar bilan insonlarni jalb qila olamiz ishimizni. Va keyin sekin biznesga olib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Chunki to'satdan kelgan odam birdaniga biznes qilaman deb kirib keta olmaydi. O'shaning uchun oldin mahsulotlarimizni, iforlarimizni, har bir mahsulotning tarkibi, nima xususiyati, shu ularni tushuntirib va hozir bir minut. Nima desam? Shularni tushuntirib taklif qilib olamiz. Men o'zim shu mahsulot orqali kirganman. Endi insonlarni qanaqa taklif qilganman? Insonlarni sekin-sekin tanish bilishlar orqali uzr kechirasizlar. Mana ham kichkina lalkam bor. Juda lalka emas-ku, 1,5 yashar. O'sha yerdan turib oyijon deyapti. Darsga qaytamiz. Ozgina yana hayajon bor. Mahsulotlar bilan kirib kelganman. Insonlarga taklif qilishni boshlaganman. Birinchi o'rinda o'zim mahsulot xarid qilganman. Bu biznes meniki emas deb o'ylaganman, lekin Barnabijan meni betga kelib, uyimga kelib, taklif qilib, nima ish qilishimni, avvalo psixologiya tomondan, meni ruhiyatim, o'zimni, qo'limdan nima kelishi, nima kelmasligi, shularni taklif qilib,
etib o'zimga va nimalar qila olishimni o'zimga etib, shu bilan qiziqtirib kelganlar. Menga ishdan ko'ra, biznesdan ko'ra Barnopamlarning muloqotlari yoqib ketgan. Birinchi o'rinda bizda shu munosabatlar, insonlar bilan o'rnatayotgan munosabatimiz biz uchun muhim. Eng glavnisi, haqiqatda ustozlarimiz to'g'ri aytishadi, munosabat ustiga qurilgan biznes bu mustahkam biznes deyiladi. Chunki insonlarni eshitib bilsak, insonlarni eshitib fikrligisini muhim deb, fikrligisini tinglab, biz uchun fikrligisi muhim bo'lsa, keyin ularni har qanaqa holatligini ham muhokamasiz tinglasa, tanqidlasiz tinglasa va ularni imенно shu muammo yoki o'sha imенно turgan joyligisi nima desam ekan, bir holatligini yengillashtiruvchi nimadir maslahatlar yoki tavsiyalar berib yoki chiroyli gaplar bilan chiroyli vaziyatlardan olib chiqib ketish, taklif qilish mumkin bo'ladi. Bu yerda munosabatlar deganda imенно shu insonga birdaniga kelib biznes, birdaniga kelib mahsulotni maqtab ketish ham bo'lmaydi. Xullas, men bu ishni qilolmayman deb o'yladim, lekin suhbatdan keyin men xo'jayinim bilan maslahat qilib ko'rdim, turmush o'rtog'im bilan. Sani qo'lingdan kelmaydi demadilar-yu, lekin qo'ysenchi dedilar, qo'ysenchi, qiynalasan, o'zi zo'rg'a, kechqurun zo'rg'a o'rniga chiqayotgan bo'lsang dedilar. Shu paytda men aytdim, mayli, balki qo'limdan kelar. Gruppaga qo'shishdi, shu gruppadagi aura yoqib qoldi. Keyin adamlarga so'radim. Birinchi kirib kelishimda o'sha boshlaganim adamlardan bitta tepakal berib turing deb so'raganman. Shu tepakal bilan ikkita kabinetga zakaz urib, 14 kun ichida u mahsulotlarni sotishga harakat qilib, 14 kun ichida 6% bo'lganman. Mahsulotlarni kimlardan boshlab sotganman, yaqinlarimdan boshlaganman. Ko'pchilik boshida qizlar sizlarda ham bo'ladi, menimcha ko'pchilikda bo'ladi. Boshida voy zo'r qanim ekan, davay men olaman, unaqa deb ketishmaydi. Mahsulot bo'lganda ham, taklif bo'lganda ham aytishadi. Voy, o'rflaymi? Shunda men ham eshitganman. Voy, o'rflaymi deyishgan. Boshida qiyinchilik ozgincha bo'lgan. Shunda qo'shnim, o'zimni tanishlarim, sinfdoshlarim bilan ishlaganman. Eng birinchi o'rinda kirib kelgan yildan keyin ishlashga kerak bo'lgan joyi bu tanish bilish ro'yxati bo'ladi. Tanish bilish ro'yxati bo'lmasa, o'zingizni tanish bilish qo'ni-qo'shningiz, telefonda raqamlari bo'lmasa, mabodo o'zingizni jigarlaringiz. Birinchi xaridorim meni oilam bo'lgan, chunki xarid qilib qo'ygan mahsulotimni olib, men birinchi bo'lib qizli uyimga borganman. Qizli uyimga olib borib, maqtab, ko'rsatib, bitta sovun bo'lsa ham sotib kelaman deb niyatda borganman. Keyin undan tashqari sinfdoshlik gruppasiga tashlaganman. Hali mahsulotimni egalari yo'q, lekin mana mahsulot keldi, qizlarjonlar, qaranglar, men bochkani hidlarni qaranglar, shunaqa rubkani hidlari kelib turibdi, shunaqa zo'r parfumni, qizlar kimga kerak bo'lsa yozinglar, nalichida bor deb, to'g'ri boshida gapirishga sal no'noq bo'lganman. Keyin sekin-sekin muloqotni ham o'rganib, sekin-sekin qanaqa gapirishlarni o'rganganman, chunki u paytda men juda ham gapga usta bo'lmaganman. Shu bilan sinfdoshlarga tashladim. Amaki-ochchalarning gruppamiz bor, opalarim, kenilarim bor, qarindoshlarim, jigarlarim degan shu gruppaga tashlaganman. Tashlaylar, shunaqa gruppalarga tashlaylar. Keyin o'zimni tanish bitta opamlar zal ochganlar, shu zalga terib qo'yasiz, Malika, mayli, yaxshi ish boshlabsiz, yaxshi niyat qilib, shu yerga olib chiqing, nechta ayollar keladi, shu yerga terib qo'ysangiz, sotasiz deganlar. Birinchi shu eng katta naqam shular bo'lgan. Zalga olib chiqib, shu yerdan ishimni boshlaganman. Sotuvlarimni yaxshi qilganman. Haqiqatan o'ziga qaragan ayollar kelishardi. Shu mahsulotlarni o'sha yerda sotib, o'sha yerda o'rganganman. Insonlar bilan muloqotga kirishib, muomala qilib, men mahsulot so'rashgan sari uni shunday kitoblarni o'sha mahsulotni srazi katalogdan varolab, uni nima ekan, qanaqa ekanini o'qishga majbur bo'lganman, chunki bu o'zi nimaga ishlatiladi deb so'rashgan. O'qib, imенно shu klientlarga yoqadimi, yoqmaydimi, tushadimi, tushmaydimi o'qib, keyin men informatsiyalarni o'qiydigan bo'lganman. Chunki mahsulot bilmasak hech kimga sota olmaymiz ham, hech kimga tavsiya qila olmaymiz ham. Shu bilan
mahsulotimni yana sotish kerak bo'ldi. 6% mahsulotini sotishim kerak bo'ldi. Bu mahsulotni sotish uchun men atrofimdagi tikuv sexga bordim. Tikuv sexga borib, tikuv sexdan podvallarga tushib, o'sha bir xillari podvalda, bir xillari atelemotda tushib, shu sexlardan mana shu narsalar bor, kerakmi deb kirib, bitta sotib harakat qilib, o'sha yerdan klientlar qilishga harakat qilganman va hozirda mani bitta shu 4 tacha sexim bor. Mahsulotlarni yetkazaman, zakaz berishadi, keyin yana yig'ib kelaman, pullar oylik tushadi, yana yig'aman, kafe bor. Undan tashqari yana onlayn zakazlar tushadi. Rovdiga mol tarqataman, telefon qilishadi, men mahsulotni yoki hamma narsangizni olib keling deyishadi, o'ziga qabul qilib olishadi. Sekin insonlar bilan shunaqa qilib tanishib, sekin niyatga bog'liq ekan hammasi. Niyatni chiroyli qilgan sarimiz yo'llarimiz ochilaverar ekan. Endi meni komandam qayerdan boshlandi? Ilk komandam 6% mahsulot sotib yurdim. Keyin endi 9% ga chiqdi. 6% qiyin bo'lmay qoldi. Keyin 9% ga chiqishni niyat qildim. 9% ga chiqish uchun nima qilish kerak? 9% ga chiqishim uchun men o'zim amakivachcha o'sinimlarga mahsulotni maqtadim. Keyin ustozlarimni maqtadim. Ustozlarimni chaqirib, uyimga chaqirib, домашний kurslashtirdim. Домашний kursga qo'shni kelin, yana bitta qo'shni kelinimlar, qo'shnimizning bitta qizlari, keyin amakivachcha o'zini yonimda turadilar, ularni o'sha kelinlarini chaqirib chiqdim. Shu yerda keyin amakimlarni kelinlari podpiska bo'ldilar. Ular podpiska bo'lib krem xarid qildilar. Asel kras qildik shu yerda, yuz parvarishi bo'yicha Barnabijamda kelib parvarishlarni o'rgatdilar. O'shanda o'zim ham ko'rib oldim. Shu bilan ish boshlanib ketdi. Men 9% ga chiqdim. Ular o'zlarini sinalari, o'zlarini kelinlari, onajonlari Navech mahsulotini olib berdi onajonlarga. 9%, 6% bo'ldilar. Men 9% ga chiqdim. Endi 9% ga qiyinchiliklar. Bir xil qizlarimiz mana hozir eslasam 9% lik darajani shunaqa kunlar o'tgan ekan. 9% ga birinchi chiqishimda boshqacha hayajon bo'ladi. 9% ga mana chiqdim. Men ebladim, o'taladim degan katalogimiz yopildi. Lekin yopilgan katalogimizdan to'lov soat 10 gacha bo'lardi. Adashmasam shu paytda 9-10 gacha bo'lardi. O'sha soatgacha bitta ham qizimizni, ya'ni shu o'smlarni kelinlarini to'lovi bo'lmay qolgan. 2000 so'm pul yetmay qolgan. Shunga kecha qolganlar, u 2000 so'm yetmagan pulni to'layman deb bankomatga yugurganman. Bankomatga yetib borganman, u pulni shuna tiqqan joyimda soati to'g'ri nima qilib qo'ygandi, lekin u pul qabul qilinmagan. Endi ko'rsanglar qizlar, hozir mana 9% lik qizlarga aytaman, eplolmayman, meniki emas ekan, menga emas, bo'ldi yig'ishtiraman, mana tegimdagi qizlarim tashlab ketyapti, tegimdagi qizlarim endi qilmayapti degan narsa bo'ladi, hammada bo'ladi. Chiqish bor, tushish bor, yana tiklanish bor, tushish bor. Mana masjidda eng mehnatli, eng sabrli, eng sinovli joylari ham mana deb o'ylayman. Keyin men ulashga ulgurmadim, o'tmadim. Endi o'sha bankomatda shunaqa qilib yoshlarimni artib, telefonda ho'ngrab yig'lab kelyapman. Bir yoqda telefon qilyaptilar, barnopamlar qilyaptilar, bir yoqda ulardan oldin mani sponsorim bo'lardilar. Shahnoza degan, Shahnoza va Malohat. Bu qizlarimizda hozir sponsorlarim yo'q, lekin men ketib qolmadim, tashlab ketmadim. Ulardan tepada turgan barnopamlar, Shahnoza opamlar, Dilfuza Salimomlar shular bilan mahkam tutgan holatda davom ettirishga qaror qilganman. Keyin shu holatda qaytib kelyapman. Shahnoza opamlar telefon qilib xabar berdilar. Malika, to'lovingiz bo'ldimi? Alyo deyaptilar. Qarzdorligingiz bor ekan deyaptilar. Endi meni Shahnoza opam mendan so'ragani qilganlar, lekin men tutolmayman o'zimni. Men qilmayman, bo'ldi. Menga urflayim kerak emas. Men qaytib bu ishni qilmayman. Bo'ldi. Men 9%imdan tushdim. Nega odamlar bunaqa ekan? Nega odamlar mas'uliyatsiz? Nimaga mana shu pulim o'tmadi? Men tushib ketdim. Как будто menga bir katta narsa shu adarilib ketdi. Shu bilan menga o'sha hamma yoq qorong'udek. Nima bo'lgan? Nima desamkin,
Chunki aytgacha juda mehnat bilan chiqqanman. Chunki uyda 4 ta farzandim, u paytda 3 ta farzandim bo'lgan. Bu yerda mani qaynotamlar bor bo'lganlar. Katta xo'jalik, 16 kishilik oila, katta qozonda ovqat qilish kerak. Obedda tayyor bo'lish kerak. Kechki paytga yana osh-ovqatlaringiz vaqtida tayyor bo'lish kerak. Yana u ovqatlaringiz tayyor bo'lganda hammaga bunaqa qilib, kim nima degan, ovqatim yoqarmikan, tuzi pastmasmikan, unaqa emasmikan, bunaqa emasmikan deb kutgan paytingizda bora pishib ketasiz. Unaqa kutmaysiz ammo, lekin baribir kimgadir yoqmay qolsa degan narsa bo'ladi-da. Shunaqa bir davrda qaynotamlar insultdilar, yotardilar. O'zi faqat mani qo'limdan yedilar. Bo'lmasa 3 ta o'sim bo'lganmiz. O'g'illarni ham ko'p qo'ligisdan yeyish xohlamasdilar. Mani qizim, katta qizim nogiron, 16 yosh hozir. U paytda уже qizim 2 yil, 3 yil oldinmi? Yo'q, 2 yil emas ekan hozir. 16 yosh bo'lsa, bir 12 yosh qiz bo'lgan adashmasam. 12 yoshmi, 11 yosh. Qizimni o'tkazib qo'yardim yonida do'dajonimlar. Shu bitta ovqatni bu yerda emizikli bolam bilan lo'lovlab anta ovqatim, keyin yana kamiga yugurardim. Zalga, ko'chami boshli zalga molimni tashlab kelib, yana kamiga telefonda gruppa qilaman deb hammaga e'lonlar tarqatardim. Shu mehnat bilan 9 ga chiqqanim uchun ham o'sha yerda yomon anaqa bo'lgan, holat bo'lgan, yig'lab qaytib kelganman. Bir kun o'tirganman arazlab, voy Malika unaqa qilmang, bo'lib turadi bu deb gapirsalar, men oddiy hol deb tushunganman uni. Uni menga aytishyapti, yo'q Malika, siz bu safar bo'lmasa keyingi safar deysiz, o'sha menga u ko'rinmayapti-da, keyingi safar bo'lmaydi endi. Deyapman-da endi o'sha yerdan yayu uyga keldim. Ertasi kuni ham arazladim. Yo'q, arazlama, kechasi bilan arazlab chiqdim. Ertasi kuni ertalab katalog ochilishi bo'lgan. Katalog ochilishida endi bilasizlar, rekruting sovg'alari bomba bo'ladi, bombitskiy bo'ladi. Mana hozir ham zo'r imkoniyatlar berilyapti. Rekruting sovg'asi, faollik sovg'asi deb shuni chiqarib tursa keyin deydi, yana qo'limga telefonlarni olib, kataloglarni olib, palonchiga, tugunchiga deb e'lonlarni, mana bunaqa rekrut sovg'alarni tashlashni boshlardim. Shunaqa qilib, keyingi safar haqiqatda ham 9 da ushlaganman. 9% da ko'p qolib ketdim deb bir xil qizlarimiz xafa bo'lishadi, lekin mana shu 9 ga chiqdingizmi, bu 9 ni tasdiqlab ushlab turishingizga ham kuch kerak bo'ladi. Siz 9 dan tushib ketmasligingiz ham bir kuch, bir o'sha yerdan bir nima jasorat, chunki bu yerdan tushib ketganlar qancha kuch kerak bo'ladi, aytgan mas'uliyat kerak bo'ladi. Keyin shu 9% dan 2% ga chiqdim. Sekin qo'limga oldim boyga rekrut qilish uchun kontaktlarimda kimni bugun rekrut qilaman yoki kimni bugun yozaman, kimga shuni telefon nomerini yozardim, e'lonni tarqab bugun 10 ta odamga tarqatardim. Yo'q, ochmaganlar bo'lardi, ochishgan bo'lardi, yozganlarimni kimdir spamga solib qo'yardi, qiyin bo'lardi u paytda. Voy bunaqa e'lonlar tarqatishyapti, anaqa nima edi, mashiniklar deyishardi. Keyin qiyin bo'lardi, onlaynda ishlash ozgincha menga qiyin bo'lgan. Keyin onlayn gruppa ochdim. Onlayn gruppa, mahsulot gruppa, sotuv gruppa qilish uchun onlayn gruppa ochdim. Endi onlayn gruppada boshida meni kuzatib o'tirishdi, u gruppamda savdolarim, men tashlayotgan mahsulotlarim, ofisga borishlarim, nima zakazlarim kelganini hammasini dumaloq video qilib tashladim. Qizlar, sizlar ham 9% ga chiqqansizlar. Mana betib qizlarimiz 9% da turgan joylarda imkon qadar har kuni o'zingiz uchun bitta, lekin har kuni 3 ta mahsulot o'rganinglar deyishadi. Mayli, imkon qadar farzandlarimiz, oilamiz bor, imkon qadar bitta bo'lsa ham mahsulotni o'rganib qo'yish kerak ekan. Bitta bo'lsa ham mahsulotni tarkibini, qanaqa ishlatilishini o'rgandingizmi, bu bitta manbetga yozilgan, o'yilgandek bo'lib qoladi. Keyin sizga u narsani so'rab, qizlarimiz yengil solib so'rashganda sizga qo'l keladi. O'sha narsani o'qigansiz, o'sha narsani o'rgangansiz, o'sha mahsulotni sevgansiz yoki ishlatib ko'rgansiz, o'sha qo'l keladi. Shu bilan sinfdoshimni taklif qildim. Mani komandamda hozir sinfdoshim ham bor. Amakilarim ayollari, amakilarim kelin qizlari. Mana bu demoqchimanki, qarindoshlar
ertaga kimdir kelib, sizni qarindosh yaqinlaringizdan kimdir kelib подписка qilib ketib, подписка qilib qo'yishni siz ham agar подписка qilib qo'yadigan bo'lsa ham, siz shu odamni yutqizdik hisoblanadi. Chunki bu kamida oldin 1 yilda yoki 3 oyda ham 3 ta katalogdan keyin, 4 ta katalogdan keyin o'chardi, lekin hozir o'chmaydi. Podpiska qildingizmi, bu odam sizni gruppada o'tirib kuzatib turibdimi, nimadir mahsulot yoqib qolib olmoqchi bo'ldimi, o'zini nomi bor. Telefon qilib yoki sizdan so'raydigan bo'lsa, shart o'zligisini nomligisiga urib berib, sekin-sekin o'zligisini qiziqtirib, mana shu auraga tortib komanda qilishligi yaxshi bo'ladi, yaxshi qurol bo'ladi bu narsa. Sizlar omad deb ham omad demayman. Sizlar uchun plyus tomoni shu. Lekin kimdir kelib sizlarni o'sha yaqininglarni podpiska qilsa-yu, lekin u odam taklif qilganida u odam qilmaydi deb o'ylagansizlar, o'rflab qilmaydi, olmaydi deb o'ylagansizlar, lekin u inson taklif qilib, u odamni olib ketdi. U odam o'sha taklif qilgan odam bilan eblab ketsa, sizlarga keyin alam qilishni boshlaydi. Men vaqtli taklif qilsam bo'lmasmi, podpiska qilib qo'ysam bo'lmasmidi degan narsa bo'ladi. Shuning uchun imkon qadar birinchi yaqinlaringiz, ikkinchi qator yaqinlaringiz, uchinchi qator yaqinlaringiz, sindoshlaringiz, qarindoshlar, ona urug', turmush o'rtog'ingiz urug'lari, ada urug', o'zingiz urug' mana shunaqa qilib baribir qilmaydi deb past nazar bilan qaramanglar. Kimdir imkoniyatlarini kengaytirish uchun yoki sharoitini yaxshilash uchun kirishi mumkin. Yana kimdir puli bor, lekin qaysi biznesga urishni bilmayotgan bo'lishi mumkin. Yana kimdirga chiroyli davralar, chiroyli shirin so'zli, shirin suxandonli davralar, kollektiv kerak bo'lishi mumkin. Kimgadir mahsulot kerak bo'lishi mumkin. Kimdir savdoni sevadigan bo'lishi mumkin. Mana masalan men o'sha faqat komanda emas yoki faqat savdo emas, ikkala tomonni ham olib ketganman. Imkoninglar bo'lsa, ikkala tomonni ham olib ketdinglar. Savdoni lekin sevganman. Chunki bizani urug'imizda bor savdogarlar, yonlarda biz ham o'rganganmiz, avashnoy bo'yicha. Lekin mana shu narsa yoqqan ekan, mana olib ketdim, alhamdulillah. Lekin boshida qarshilik bo'ldi. Menga adam tomonlardan ham bo'ldi, qo'ysangchi degan, turmush o'rtog'im tomonlaridan, qarindoshlarim ko'p vobshe. Qarigachimlar aytdilar, "Men urfim" dedilar. Keyin voy deyishganlar ham bo'ldi. Lekin ahamiyat berganda hozir bu yerda o'tirmas edim. O'sha yerda qolgan bo'lardim. Ahamiyat bermadim va davom etishga qaror qildim. Shu bilan qarindoshlardan ham boshladim. Qanaqa boshladim? Gapga bordim. Mana hozir sizlar gaplarga homonaviy bo'lib ketdi-ku. Oldin gaplar kamdan-kam, nima bo'lardi? Kamroq gapga qo'shilishlar kam bo'lardi, gap o'ynashlar kamroq bo'lardi. Hozir ayni avjida. Gapga borardim, sindoshlar uchrashuviga keyinchalik qo'shildim. Qo'limda mahsulot bilan boradigan bo'lganman. Gapga borsam ham shuni bog'chada davolardim. O'zimizdan tanalkalar shuni surib olardim. Eski ta'minat turuvchi akobus bor, shuni surib olsam, yuzing namuncha yaltiraydi, namuncha oppoq, buncha yaxshi, tiniq, nima surib olgansan, qoshingga nima surgansan deb gapga borganimda qarindoshlarim so'rashadigan bo'lishdi. Shu bilan men mahsulotni, mana bu narsani surdim, men mahsulot rosa zo'r, bitta surib ko'ring, bitta qilib ko'ring deb ammamni qizlarini taklif qildim. Ular navbat zakaz urdilar. Yuz parvarishi uchun navbat zakaz urdilar va ular ham biznesga qadam qo'ydilar, 6% gacha ishladilar. Hozirda ham kerakli mahsulotlarni urib beradilar, bitta bog'chani ta'minlaydilar. Shunaqa qilib sekin-sekin rekordlarni shu asosan qarindoshlardan boshlaganman. Beginnerlardan boshlamaganman, chunki beginnerlar bilan hali kirishishga o'zimda 100% ishonch topmaganman. Shuning uchun qarindoshlardan boshlaganman. Keyin sindoshlarga o'tdim. Sindoshlarim yuzimga sursam ekan deb lichkamga chiqishdi. Keyin o'zigini podpiska qiladigan bo'ldim. Sindoshlarimdan ham podpiska qilganlarim bor. Hali ham kerakli mahsulotlarini zakaz qilishadi, o'zligisi ishlashadi. Yana kimlar bor? Keyin sekin-sekin Barnabijamni meni sponsorim Xolodniga olib chiqdilar. Xolodnini o'rgatdilar. Qizlar Xolodnini qanaqa bo'ladi? Men Xolodnini o'rganganimda mana shu katalogga varroqlari oldiniga shunday chiqqanman. Beruniyni
anaqasiga Beruniyga o'qish bor, institut bor, shuni oldiga chiqqanmiz. Kichkina bloknot ko'tarib olib, ruchkalarimiz tayyor turardi. Chaqirganlar холодный deb shetga, keyin ipodrom bor. Ipodromga borib olardik. To'plam olib borib olardik. Sponsorim bilan borib olib, erta shu bozor qilib chiqib ketayotganlar yoki bozor qilgani kelayotganlar, jiz etgan, o'ziga qaragan, avvalo odamlarni kutsalar, nima ko'proq ishlatadi, o'zini sevadimi yoki qanaqa ko'rinishda, ro'molsiz bo'lsa sochlari qanaqa holatda, to'kilganmi yo ухоженныйmi, ko'rib bundoq qarab turib bilib olasiz. Shunga qarab taklif qilsanglar bo'ladi. Kechirasiz, rosa chiroyli, o'zingizga qaragan ayol ekansiz. Xolismi shunaqa go'zallik va salomatlik kompaniyasi bor. A'zo bo'lishi yoki o'zingiz uchun nimadir xarid qilishi, mahsulot xarid qilish tabiiy va kerakli mahsulotlaringizni svejiy holatda, ya'ni birinchi qo'l mahsulotlar qaysidir do'konda rastalarda taxlanib turmaydi, sifati buzilmagan holatda, issiq sovuqlarga chalinmagan holatda pramo o'zingizga kelishini xohlaysizmi? Yana kamiga sovg'alari bilan deb taklif qilishni boshlaganmiz. Shunaqa qilib taklif qilib insonlarni nomerlarini yozib olib, uyga kelib, uyga kelganimizdan keyin tez osh ovqatimizdan qutulib, keyin kechqurun bolalardan joylashtirib bo'lgandan keyin Telegramdan yozishni boshlardik. Telegramdan katalog tashlab, salom alaykum qilib, katalog tashlab, shunaqa qilib hamma imkoniyatlarimizdan tashlab, u qizlarga tarqatib chiqardik keyin. Tashlab qo'yganingizdan keyin prosta tashlab qo'ymaslik kerak. Ertasi kuni xabar olish kerak albatta. Ertasi kuni salom alaykum qilib, chiroyli, yaxshi dam oldingizmi? Bu insonni endi biz har kuni xabar olib turishimiz kerak. Bugun tanishganmiz, kechqurun jo'natdik katalogli imkoniyatlarni tushuntirdik, ertasi kuni xabar olishimiz kerak. Yaxshi dam oldingizmi? Kuningiz xayrli o'tsin, chiroyli smayliklar bilan. Qanaqasiz? deb o'ylab ko'rdingizmi, taklifimni, imkoniyatlarni ko'rib chiqdingizmi? Mana mahsulotlarimiz siz ayni shu paytda shunaqa omadli ekansiz, mana shu katalogimiz nasib qilibdi, shunaqa zo'r imkoniyatlar bor deb bularni keyin jalb qilib olsak, keyin nima kerakligini aniqlab olsak, shu bilan bu insonni qiziqtirib ketsak va orada insonlar bilan yaqinlashish uchun ularni albatta orzularini ham so'rab o'tishimiz kerak. Bu insonlar birinchi zakazlarini joylashtirib, zakazingizni joylashtirishgandan keyin shu muloqot orasida albatta keyingi kelgan insonlardan nima orzungiz bor deb so'rash kerak ekan. Ustozlarimiz o'rgatishgan, nima orzungiz bor, nima niyatingiz bor deb so'rash kerak bo'lar ekan. Shunda siz so'rab olasiz. Shu inson nimaga ko'proq qiziqadi. Mana shu bizda Oriflameda uy bor orzusi, mashina haydashlar bor, oylik, katta pullar, imkoniyatlar, podarkalar, ura, sahnalar, gullar, hamma narsa bor. Masalan, hamma narsa bor. Xohlaysizmi shunaqa davralarni? Xohlaysizmi shunaqa imkoniyatlarni deb taklif qilamiz. Kimga nima kerak bo'lsa, mana shularning ichidan olib olishadi, tushunyapsizmi? Shunaqa qilib insonlarni taklif qilish azinchi tomog'im og'rib qolibdi. Shunaqa qilib insonlarni taklif qilishga boshlaganman. Boyagi ochgan onlayn gruppamda mani kuzatib o'tirib, keyin lichkamga mani podpiska qilib qo'ying deb birinchi odam yozganda rosa xursand bo'lib ketganman. Lekin menga ham yozishdi deb. Холодныйdan ertan shunaqa ko'chalardan холодный qilishi shunaqa bo'lgan va keyin mana bu katalogimiz bo'lsa, shu katalogimizni mana bu yerda bunaqa joyi bo'ladi. Yana bir yo'li bo'lsa, atribulari, keyin chiroyli pomadalar, chiroyli yana boshqa mahsulotlar, mana muskoy mahsulotlar. Mana shu muskoy mahsulotimizni mana shu bir varroni kesib olardim, o'tirib olardim-da. Mana shu bir varroni kesib olardim, mana shu bir varroni kesib olardim. De, shuni kesib bu tomoniga bunaqa joyda hidi joylashgan bo'lardi. Bu tomoniga probniga, xuddi shu probnigini atrini bunday shimdirardim. De, shuni buklardim. Hozir sizlarga obrazetsni ololmadim, mana qolib ketdi. Shuni mana shu ikkiga bunday, shuni uchga, bu katalogimiz sal 50 roq bo'lardi. Mana endi 50 roq bo'lardi. Shuni uchga buklaganda mana bunaqa buklanardi. De, shuni masalan ikkiga bukladik deylik, buklaganimizdan keyin buni mana bunaqa chetiga
borib kompyuterxonaga anaqaga borganman, ksirkopiya joyga, mana men bu yerga Abdullayeva Malika murojaat uchun Abdullayeva Malika, menejer Abdullayeva Malika deb tagiga telefon raqamini yozib anaqada steplerdan qisib qo'yardimda. Boyagi mana shu shindirilgan qog'ozimizni ikkiga buklab, paket kiygizib bir kun turardi. Yoki men o'sha bog'chaga, maktabga chiqib ketadigan paytimda olib chiqib ketardim. Yoki xalotga chiqaman shu bugun degan kunim olib chiqib ketardim. Olib chiqib ketganda insonlarga tarqatardim insonlarga. Buni iforini qog'ozda paketdan chiqarib tarqatasiz. Hidlagandan keyin mana bu yerda nomerim turibdi. Mana bu yerda ism sharifim turibdi. Menga murojaat qilishardi. Mana shu atirdan men hech bo'lmaganda ishga taklif qilib, jalb qilib, biznesga jalb qila olmasam, mahsulot olishga jalb qilishga harakat qilardim va ebilirdim. Shu tariqa ham men zakaz olishga yoki insonlarni jalb qilishga harakat qilganman. Odamlar avashnoy sotgan bo'lganlar, yo'lini qilsangiz, qalovini topsa qor yog'adi deydi-ku. Yo'lini qilsangiz, qidirsangiz, izlasangiz imkon topasiz deydi. Insonlarga taklif qilib begina insonlardan ko'p yo'q eshitganman, lekin o'zim avoramdek qarindosh urug'larimdan komanda qilganman. Beginalardan yo'q eshitganimda rosa xafa bo'lib kelganman, tushkunlikka tushib qolganman. Keyin Oysara opamlarni ofislarga borib yurgan paytimda aytganlar, yo'q deyishdimi, nimaga xafa bo'lib turibsizlar? Nimaga tushkunlikka tushyapsizlar? Mana shu yo'qlar imkoniyatlarimiz bizani. Shu yo'qqa mingta yig'ing. Xoling tayoqcha qilib yig'ing, xoling qilsangiz qiling, saning, yig'ing. Mingta bo'lguncha siz komanda qilib bo'lasiz. Mingta bo'lguncha siz maqsadingizga yetasiz, natija qilib olasiz deganlar. Bu yo'qlar, bu zo'r narsa. Kimdir yo'q dedimi, rahmat, endi chiqib keting deganlar o'shanda. Bundoq qarab turib, yo'q desa ham rahmat deyish kerak ekanmi deganman. Lekin haqiqat ekan bu narsa. Mingta yo'q bo'lguncha haqiqatda ham natijaga chiqib olar ekanmiz. Ustozlarimiz bejizga bizga bularni misol qilib aytib o'tishimiz kerak. Har bitta o'rgatishgan so'zligini amalda qo'llab ko'rish kerak ekan. Men shularni birma-bir amalda qo'llashga harakat qilib, shunaqa yo'l bilan rekord qilishga, mahsulotga zakaz olishga harakat qilganman. Odamlar avashnoy sotardilar. Avashnoy sotadigan odamlarni ham tinch qo'ymaganman. Ada xarid qilgani odamlar keladi, har kuni 2 kilo, 3 kilo narsa sotib tortib berasiz, har klientlaringiz rosa ko'p siz deganman. Mana shu deganman, ishonasizlarmi, mana shu katalogni tashlab yubormasdan, cho'rniy urganlarimni katalogini varroqni kechqurun bolalarim uxlatib, anaqada varroqlarni hammasini varroq qilib olib, boya aytganimdek atirli, pomadali qilardim, hidlilarni tiqardim. Keyin boyga ism sharif yozganimga keyinchalik uzun qilib yozadigan bo'lganman. Ism sharifim sayohat xohlaysizmi? Mashina xohlaysizmi? Katta pullar xohlaysizmi? Komanda xohlaysizmi? Umra sayohatlar xohlaysizmi? Oylikda, xullas, mana shu motivatsiyaga to'l bo'lgan komanda, xullas hammasi ro'yxatda yozilgan va menga murojaat qiling deb ism sharifim yozilgan uzunchoq. Ichida 6 shag podarkamizning rasmi ham bor, kamiga u paytda 6 ta bo'lardi. Shu uzunchoq qog'ozni mashina bo'yidek bo'lsa, yopishtirardim, stepler qilib, bunda ochganda kitob kabi ochilardi. Bitta varro narsa mana bu katalogga, u esa mana bu yerda turardi. Shuni keyin u avashni sotayotgan odamlarni har bitta sumkaga solib berasiz deb shu yo'l bilan ham o'zimni sinab ko'rganman. Shuning uchun aytaman, qanaqa yo'l bilan bo'lsa, hammada har xil anaqa ishlab ketish mumkin. Kimdadir boshqa tochka nima fishkadan foydalansa bo'ladi. Bitta bu fishkasi bo'ladi. Masalan, kimdadir bu yurib ketmasa, o'xshab ketmasa, kimdadir onlayn o'xshab ketadi. Onlayn o'tirib olib, u paytda bizda Ziyoda degan qizimiz chiqqan edi, Xolida opamlarnimi komandalaridan Xolida Jo'rayevaga juda ixlos qilganman shu paytda. Ustozimizga shunda rosa ko'p kuzatardim. Adashmasam Ziyoda degan qiz ularnikimida, shu Ziyoda uydan chiqmasdan turib biznes qilgani, uydan chiqmasdan turib komanda qilgani, uydan chiqmasdan turib oylik yechganlarini ko'rganman. Bir marta ofisga borganimda shu qiz bir marta darsga kelganda darsini eshitib rosa qiziqib qolganman. Shu qizni ko'rib nega men qila olmayman deganman. Shu qizdan keyin ham meni anaqam uyg'onib ketgan.
qilaman. Meni ham xudo xohlasa qo'limdan keladi. Uydan chiqmasdan qilishar ekan-u deganman-da, lekin sababi qanaqa qilib deganman. Men masalan chiqib narsa sotmasam ketmaydi narsam. Aylanmaydi оборотim deb o'ylaganman. Keyin bilsam bu onlayn o'tirib bizani e'lonlarimizni tarqatish. Keyin e'lonlarni qanaqa tarqatishga qiziqib qoldim. Keyin Xolida opamla dars bergan paytlarida Xolida Jo'rayeva anaqaga ofisga borib dars berdilar. Qaranglar, har bitta dars ofisdan hech qachon qolmanglar qizlar. Ofis va yana ofis, onlayn dars va yana onlayn dars. Mana shu darsni o'stirdi. Darsga kirmasam, bilimsiz bo'lsam, mana shu narsa qila olmasdim. Imенно mana shu dars, imенно qaysidir darsda qaysidir kerakli joyini o'zingizga olib qolganini tashlayverasiz. O'zi tashlaydigan joyini o'zi yo'q. Har bitta odam biz uchun ustoz, har bitta yo'limizda o'zimizdan kattami, kichkinami, buni farqi yo'q. Har bitta odam biz uchun ustozlik, buni men qabul qildim. Mana undan keyin men o'sishni boshladim. Ana undan keyin men bilimni yo bu meni ustozim, bu ustoz emas, bu boshqa ustozdan emas. Bu hamma meni ustozim. U kichkina odam ham meni ustozim deb shuni olish harakat qilib, shunda Xolida Jo'rayevni dars o'tganlarida kartalari, kashloklari, shularni o'tganlarida rosa havas qildim. Keyin uyga borib, mana xuddi shu onlayn nomerlar sotib olishni boshladim. Ularni qo'llagan qo'llanmalari bo'yicha men ham ishlamoqchi bo'ldim, harakat qildim. Gruppani ochganman, onlayn nomerlar sotib oldim. Sotib olib, o'sha 10 ta onlayn olgan nomerimdan har bittasidan har kuni kechqurun kamida 20 tadan e'lon tarqatib chiqardim. Keyin o'rgatganlari bo'yicha bugun 5 ta kabinetimdan, chorniy nomerimdan, ya'ni buni onlayn nomerim faqat SMSga aloqa telefonga ishlamaydi. Shuning uchun ham onlayn nomer deyiladi. Bu onlayn nomerni 5 tasini 20 tadan 5 tasini bugun ishlataman. 5 tasidan bugun kamida bittasidan 50 ta tarqataman dedim. Keyingi bu qo'llanmada kamida shu 5 tani har bittasidan 50 tadan e'lon tarqatib chiqaman. Mayli, bittadan tarqatgan e'lonim kimdir spamga soladi, kimdir solmaydi, kimdir ochib o'qishga ulguradi, kimdir ulgurmaydi. To u nomerimdagini o'qib menga javob ertalab tursam, asosan kechasi tarqatardim. Kechasi tarqatib qo'yib, ertalab shunda ochardim. Ochganimda kamida shu tarqatganlarimni hech bo'lmaganda 5 ta odam bo'lsa ham yozgan bo'ladi. 5 ta odam bo'lsa ham qiziqib yozgan bo'ladi. Mayli ulardan olib ketadi, olib ketmaydi yoki mahsulot zakaz qiladi yoki qiziqadi. Ular bilan sekin o'tirib gaplashish, tushuntirish, bir kunda bittada o'xshab ketmaydi. Sekin tushuntirish, mana bunaqa imkoniyatlar. Bugun bu 5 tani tarqatib bo'ldimmi? Bir kun ertasi kuni bu yoqda turgan, zaxirada turgan yana 5 tani ishlataman. Chunki bu yoqda 5 tani bugun ishlatdim, bu dam olib turish kerak. Buni har kuni ishlatsam, har kuni nima qilsam spamga tiqilgan bo'ladi. Chunki buni bugun tarqatdim, kimdirlarga yoqadi. Kimdirlar ochib o'qiydi, qiziqadi, kimdirlar umuman qiziqmaydi, shartta spamga tiqib yuboradi. Gruppalarga ayniqsa tashlaganda spam rosa ko'p tiqishardi. Spamga tushib qolganimizdan keyin u paytda spamdan chiqishlarni yo'q edi. Mana hozir kuchayib ketdi, spamdan chiqishlar ham bor. Shunaqa spamdan chiqish programmalari ham bor. Spamga tushgan nomerman 5 ta turadi, ishlatilgan birinchi kunida. Ertasi kuni bu yoqda qolgan 5 tam bor yana. Bu 5 tamga ertasi kun tarqataman. Tarqatib ular bilan gaplashib turaman. Undan keyin spamga tushadi bu nomer. Undan keyin yana 5 tamiz, 20 tani shunaqa qilib har haftada spamga qaysi nomer tiqilmagan bo'lsa, o'sha nomerdan e'lonlar tarqatishga harakat qilganman. Sizni ishga taklif qilamiz. Men kompaniyamiz bunaqa imkoniyatlari, mana bunaqa sayohat, mana bunaqa mashina, uy, nima xohlaysiz? Hamma narsa bor, imkoniyatlar bor deb o'sha davrda, o'sha paytda imkoniyatlarini tarqatib, insonlarni qiziqtirishga harakat qilganman. Va ertadan uddalaganman, 5 ta 6 ta odam podpiska qilib, men uni erta 12% ga chiqqanman. 12% da ko'p o'tirdim, chunki u 12% lik davrim meni jonli bilan chiqaman deganman. Jonli qilib 12% ni ko'tarib olib chiqqanman. Meni bu yerda ko'rnilarim ham bir qancha bo'lgan. Ertaga chiqishini 12% gacha kimlardir yana kelganlar ketdi. Ketganlar yana qaytib kelishdi. Kelishga chunki bu yerda yegan anaqa bu yerda donini yegan chimchuv deydi-ku.
haqiqatda ham baraka, haqiqatda ham bu yerda shunaqa nima desam ekan, judayam baraka bor. Shuning uchun u insonlar ketganlarga achinmaslikni boshladim. Achinardim, yig'lardim, nimaga degan savollar qiynardi, lekin nimaga degan savolni berish kerak emas ekan. Bo'lish kerak bo'lgan. Shetdami? Agar bu bizani rizqimiz bo'lsa shetdamiz. Lekin bizani joyimiz emas ekanmi? Bizga nasib emas ekanmi? Allohim demak bu yerda bo'lish kerak emas ekan. Shunaqa bo'lish kerak ekanmi? Shunaqa bo'lish kerak ekan deb qabul qilishni boshladim. Chunki har bitta ketgan odamga yig'lab, kuyinib ketaman deb ular har bitta odam qarori men uchun muhim deb qabul qilishni boshladim. Ketmoqchimi? Mayli. O'zingiz sinab ko'ring. Yana ketishdi. Yana qaytib ham kelishdi. Yo'q, men o'zim mashina ko'rdim, yana qaytib kelishdi. Ungacha ozgincha vaqt o'tdi. Chiqishlar tushishlar bo'ldi. Orada tug'ruq bo'ldi menda, lekin tug'ruq bo'lganida ham, tug'ruqda ham tashlab ketmadim. Bir kuni bu yerda именно 12% davrimda men amakimlarni kelinlarini topdim. Bir kuni amakimlarning kelinlari Nodira, mana hozir bizning ichimizda borlar, Nodirani topdim, podpiska qildim. Birinchi kelinimlarni a'zo qilganman. Nodira oyijonimlar birinchi podpiska bo'lsinlar. Agar yaxshi ishlab keta olsak, men ham podpiska bo'laman dedilar. Shu bilan Nodirani ham ketlaridan podpiska qildik. Nodira shunaqa shijoatli, shunaqa nima desam ekan, tirishqoq bo'lganlari uchun olib ketdilar va yaqinda 9%, 12% bo'lib, 12 ni ham tasdiqlab, necha karalab, mana hozir 12 ga chiqish qiyin, 12 ni ham mahkam bemalol egallab turibdilar. Yaqinda shu katalog 15 bo'laman deb turibdilar, xudo xolasa. Mani qarindoshimdan amakimning ayollari, ya'ni Nodirani qaynona oyijonlari, mani kelayim hozir 15% dalar. Bu katalog 15% ga chiqdilar, 15% li menejer bo'ldilar. Endi ularda komanda qanaqa tuzildi? Mani ko'rib kuzatishgan. Kelayimlar, bitta qo'llari kelinlari, bitta qo'llari turmush o'rtoqlari, mana oilaviy biznes bu. Turmush o'rtoqlari, bitta qo'llari qizlari, turmush o'rtoqlari nomidan yana bitta qizlari ishlaydilar. Mana bu oilaviy biznes. Mana bu oilaviy biznes. Rosa chiroyli biznes qurildi. Hammaligi mana Oriflameda bir-birligisini tushunishadi. Bir-birligisini qo'llab-quvvatlashadi. Juda chiroyli komanda bo'ldik. Yana bir keyingi qo'limda sinfdoshim, yana ammamning qizlari, kelinlari, bu yoqda yana ancha-muncha sinf shunaqa qilib qizlar nima bo'lishidan qat'iy nazar tushib ketasizlarmi, chiqasizlarmi, men direktorlik darajada bo'lsak ham, direktormi, safir direktormi, katta darajadaman, lekin shunda ham men direktorman deb qarab turish kerak emas ekan, shunaqa deb o'rgatishgan ustozlar. Amal qilsak, har bitta gapligisini zametkaga olib qo'yib amal qilsak, albatta natijaga chiqarkanmiz. Chunki direktorman deb rekord qilmay yurmayman. Chunki direktorman-ku desam, bu yoqda meni direktorlik planlarim bor. Menga kompaniya plan rejalar beradi. Men shuni bajarishim kerak. Men ham qozon olgim keladi, sizlar qatori men ham narsa olgim keladi. Men ham rekord qilgin degan plan rejalarim bo'ladi deyishgan va yangi insonni yana taklif qilishda to'xtamayman. Men nomer 1 bo'lsam ham har kuni harakat qilaman rekord qilishga, odamlarni taklif qilishga deb aytishgan. Shunda men aytganman, ha, demak, tepaga chiqib qolgandan keyin, tirishmas ekan, ishlanar ekan deganman. Lekin haqiqatda ham, lekin kirib kelgan odamlar o'ylaydiki, tepadagilar faqatgina tuzilgan komandaga o'tirishadi. Yo'q, kechirib qo'yasizlar. Ular mehnat qilishadi. Ustozlarimiz qanchalik biz uchun kuyib pishishadi, qanchalik o'rgatib bilim berishadi, o'zligi o'rganishadi, o'rgatishadi. Va yo'nalish berishadi. Keyin mana sponsorlarga ham kelganda, sponsorlarni men o'zim boshimdan shunaqa o'tdi. Tug'ruq vaqtida juda og'ir jarayon ketishdi. Operatsionni yo'llar bilan farzandimda ozgina sinov bo'ldi, kichkina chaqalog'imda juda og'ir vaziyatlar o'tdi. Shunaqa vaziyatlarda mana komandam 12% jonli. Shu komandamda Allohdan shunaqa so'raganman, chiroyli niyat qilib shunaqa lider qizlar kelsin deb. Shunda qizlarim meni qo'llab-quvvatlashdi komandam. Shu komandadagi qizlarim meni
faxrlanib ketdim. Chunki voy Malika yo'li yoki Malika pam yo'li deb tarqov bo'lib, tarqalib yoki bir-birimiz bilan talash-tortish qilib qolishib bor shunaqa komandalar ham bo'lgan, eshitganlarim bor. Shunaqa bo'lmasdan qo'lga berib ishlab turishni komanda rosa ham faxrlanib shukronalar aytaman. Har birligisi aqlli, har birligisi mehnatkash, har birligisi tirishqoq qizlar yetqizgan Allohim. Shuning uchun qizlarim bilan faxrlanaman. Har birligini mehnat bilan topganman. Har birligini Allohdan so'rab olganman. Har duolarimda stolda osh-ovqat yeb bo'lib, ovqatlanib bo'lib duo o'qiymiz-ku. Qo'limni duoga ochganimda shunaqa duolar so'raganmanki, Allohim komandamga kelgan qizlarimni uydagilarni oldida yuzligini yorib o'qigan. Komandamni oldida yuzimni yorib o'qigan. Chiroyli natijaga olib chiqishlikni, chiroyli foydalarga olib kirishlikni nasib qilgan. Faqat duolarimda shu edi. Direktor bo'lib ketsin, natijaga olib chiqaylik. Har bir qizim nima niyatda bo'lsa, hammaligiz chiroyli niyatligisiga yetishsa, Allohim sababchi qilgan. Faqat shu. Avvalo Alloh, biz faqat sababchilarimiz. Men to'xtatmasanglar gapiraveraman, savollaringiz bo'lsa beringlar. Shunaqa qilib rekordlarni ham shunaqa qilib olganman. Shuning uchun har birligi qadrli deyman. Vaqti kelsa cho'rni qilamiz. Hozirgi paytda oldingidan ko'ra yaxshi. Hozir serdichkalar bo'ldi. Ketidan yana serdichkalar beryotdi. Mana endi zo'r imkoniyat rekord sovasi bor. Surpriz sova beryapti. Yana 700 million xariddan keyin skidkalarimiz bor. Bularni chiroyli qilib yangi kelgan qizlaringizga har birligisiga yetkazsanglar. Men shunaqa odatim bor. Mana shu odatlarimni mana yana tiklaganman. Bismillah deb qizlarim ham mana bilishadi. Komandada gruppam, o'zimni shaxsiy gruppam bor. Shaxsiy gruppamda именно o'zimdan kelib chiqqan gruppacham shu qizlarim bilan alohida ishlashga harakat qilaman har doim. Harakat qilganman. Gruppada yozishga iymanib, uyalib o'tirishadi, lekin shu qizlarimizdan lichkalisiga o'tishga harakat qilaman har doim. O'tib, gaplashib, men bu yangilikni ko'rdingizmi, ko'rmay qoldim. Men tashlagan edim, nabodo ko'rmay qolgan bo'lsangiz dedim. Nabodo deb tashlashga harakat qilaman. Voy, men bu yangiliklar bo'ldi, eshituvmidingiz? Voy, zo'r bo'pti. Ko'rdingizmi? Ko'rgansiz. Kelsam deb tashinglar qizlar, 9% qizlar, 12% qizlar tashinglar. Shundoq yangiliklar bo'ldimi, shartda olib lichkaga tashinglar. Ular o'ylashadi, voy, men e'tiborlari menda, e'tibor haqiqatda ham. Именно yangilikni issig'ida qaynolgida tashinglar. Mana bunaqa yangilik bo'ldi. Qarang, aynan siz uchun imkoniyatlaringiz zo'r, foydalaning deb imkon qadar lichkaligisiga o'tib, telefonda tashlaganinglardan keyin Telegramda ochishligini kutib o'tirmasdan telefon qilishga harakat qilinglar. Telefon qilib ogohlantiringlar, aytinglar, shoshqich ishlar bo'ladi. Bir qizlarimiz bor, faqatgina Telegramda yozib qo'yib o'tirib, voy, o'zi ochmadi-ku, o'zi unaqa qilib komanda bilan ishlaolmaysizlar. Shartta telefon qilish kerak. Telefon qilib, voy, qanaqasiz, yaxshimisiz, tuzumisiz, sharoitlari yaxshimisiz, qandoqsiz, kayfiyatingiz qanaqa, nima ishlar bilan bandsiz, bugun nima ish qilmoqchisiz, bugun rejangizda nimalar bor? Men sizda mana bu narsalarni, sizni bu katalog mana bu narsalar planlaringiz deb planlarigacha aytib berishga harakat qilaman. Mana shu narsalarni bajarishga harakat qilaman. Avvalo ertalab turib shu bog'chaga, maktabga bolalarni tarqatib olsam, birinchi bo'lib salom alaykum, chiroyli smayliklar yoki chiroyli yozilgan tekstlar bilan, videolar bilan salom alaykum qilib olib, keyin bolajonlarni joy-joylikka joylashtirib, kelib, keyin yana aloqada, imkon qadar ham telefonda, hozirda telefonimni ikkita qilib oldim. Chunki bittasida ishlasam, bittasida gaplasha olmayaptim. Oriflame orqasidan notebook oldik. Notebook adamiz hadya qilibdilar. Mashina oldik, bizning yutug'imizni. Bizning Lacetti mashinamiz bor. Birinchi ilk bor yechgan oyligimga Lacetti mashina
olganmiz. Turmush o'rtog'imlar bilan yarim pulini naqd, qolganini arenda qilib olganmiz. Va ko'maklashib, bir-birimizga yordam berib, er-xotin juftlashib, mahkam qo'lga berib erishganimizni bizani bu Lacetti mashinamiz. Turmush o'rtog'im boshqa turmush o'rtoqlarga o'xshab hop deb ketadigan turmush o'rtoq emaslarda, lekin turmush o'rtog'imni yig'ishtirdiganlar-ku boshida. Keyin sekin-sekin qiynalmasdan qo'y dedilar, lekin keyin xo'jayinimlarga aytishni boshladim. Adasi, shaxsiy pulingiz bo'lishini boshlaydi, bunaqa sovg'alarga kelgan mahsulotlarni sotsangiz, yana pulingiz, daromadingiz ortadi. Keyin siz u daromadlarni olganingizdan keyin yana оборотga tikasiz, оборотingiz kattalashadi. Uydagi ehtiyojlaringizni oldin turmush o'rtog'ingiz qilardilar, endi o'zingni puling bor-ku deyishga o'tishadi. Ana o'shanda men turmush o'rtog'imga aytgan edim, avvalo shu turmush o'rtog'inglar bilan kelishib olinglar deb o'ylayman, chunki hamisha yonimizda turishadi, hamisha. Bular turmush o'rtog'imizni поддержкада, ya'ni bizga ruxsat berishgani ham katta narsa. Shu joyda ishlab turganimiz uchun ham ruxsat berishgani katta narsa. Yana kamiga hozir 1 minut. Turmush o'rtog'ingiz bilan kelishib olishingiz kerak. Men shunda aytgan edim turmush o'rtog'imga, "Adajonisi, mana shu pul, men avvalo shu pulga deb kirmaganman. Urflarimga menga shu aura yoqqanida, shu ruhiyatim, dunyoqarashim o'zgargan, shu dunyoqarashim boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'lganman. Shunda turmush o'rtog'imlarga aytganman, "Adajonisi, pul bor, lekin keling shu pul оборотga qo'yaylik, оборотda katta bo'lsin, o'ssin, unsin, barakali bo'lsin, yanada ko'paysin." Insonlar dastavka pulini ham даже turmush o'rtog'im bilan olmaydigan bo'lganlar, chunki shu dastavka pulini ham shu оборотga qo'shilishini xohlaganmiz. Keling shu pul shu yerga qo'shaylik, kattalashsin, daromad kattalashsin. Bir kun maqsad uchun, bitta maqsad uchun, masalan, mana shu oilamizga eng zarur nima kerak, ana o'shanga ishlatamiz. Bilim uchunmi kerakli, remont bo'ladimi, yo nimadir olish kerak bo'ladimi, mashinami, nima kerak, bizlarga foydali, oilamiz uchun nima kerak, shunga foydalanamiz. Siz har doimgidek turmush o'rtog'im, vazifalaringiz, har doimgi ta'minot, hammasi o'z joyida qoladi. Men sizdan ehtiyojlarim, hamma narsa oldin pul olganman, keyin ham pul olishim joyida qoladi. Оборотga ham tegmayman, oyliga ham tegmayman. Yig'iladi, bir kun kelib yechamiz deysiz, shu kuni yechib ishlatamiz, maza qilib deganman. Keyin turmush o'rtog'im aytganlar, "O'zi aslida seni puling menga kerak emas" deganlar. Lekin qani qo'lingdan nima kelarkan, qilolmaydi deb o'ylaganmilar. Qani men ko'ray, nima kelarkan, qani nima bo'lar ekan. Xo'p, mayli, qani o'zimni sinab ko'raman deyapsan, qani mayli qilib ko'rchi deganlar. Shu tarzda men 12% ga chiqdim. 24 million pul oylik yechdim. Oylik yechganimda ham ular menga ishonmadilar. Turmush o'rtog'im bilan birga borib yechib keldik. "Yo'q, bularning mashinik. Sen mana shu 4-5 sotayotgan narsalarning ustidagi pulingga anaqa xursand bo'lib yuribsan-da. Mana mana shu puling, seni qo'lingdagi puling, qo'lingga kelib tushayotgan pul, bu haqiqiy pul. Sen anita yig'yapman, anaqamga tushyapti shu timga deb o'ylayotgan puling, u yo'q pul" deganlar. "Bu yo'q, bu narsani sen xayol qilib yuribsan" deganlar. Keyin bordik, dokumentlarni to'g'rilab topshirganman, pul yechgan borsu. Endi rostdanmi deyaptilar-da. Ular mashinik deb o'ylaganlar. Qo'ysangchi deganlar. Va bu haqiqatan uddalaganimni ko'rib, o'zimdan ham faxrlanib ketganman. Turmush o'rtog'im ham uddalading, ishonchim oqlading. Men bo'lmaysan deb o'ylagandim degandilar. Shuning uchun o'shanda turmush o'rtog'im ko'zlari bilan ko'rib, bankka ostonasidan o'tib, o'shandagina ishonganlar. Men shuning uchun aytaman, shu yerga keldinglarmi, bekorga yillab yurmanglar. Keldinglarmi, natija, maqsad, harakat. Faqat shu. Natija qilish uchun maqsad, harakat.
bir kun natija bo'ladi. Albatta natija. Bugun bo'lmayapti, ertaga bo'lmayapti, indinga albatta bo'ladi. Xudoyim bizga eng yaxshilarini ravo ko'radi, eng yaxshilarini olib qo'ygan. Bo'ldi, bugun bo'lmasa albatta bo'ladi. Buning uchun faqat harakat. Tushkunlikka tushib, orqaga ketib, inson bir ishni gullaydi. Shoxdan shoxga sakrash bilan ish bitmaydi. Shuning uchun imkon qadar bir ushladinglarmi, mahkam olib ketinglar. Sizlar eplolysizlar. Men sizlarga ishonaman. Aql bilan, chiroyli, sabr bilan hamma ishda ham bor. Hamma ishda ham bor. Nima desam ekan? Chiqish tushishlar, qiyinchiliklar. Chunki yangi kelgan qizimizni masalan taklif qildik, mana 9 foizli qizlarimiz hozir. Taklif qildik. Taklif qilgan insonimizga keldi. Bu yerga olib kirganimizdan keyin albatta bolamizni dunyoga keltirganimizdan keyin ular bolalarimizni emizib katta qilamiz, qornini to'yg'izamiz. Birinchi emilishadi, keyin o'tirishadi, yurishadi. Yurish uchun qanaqa bo'ladi? Enti-tenti yurishadi, yiqilishadi, yurishadi, enti-tenti yana yiqilishadi. Shunga o'xshab bu komandada lider yetaklash ham, yangi kelganlarni yetaklash ham shunaqa bo'ladi. Oldin yetaklaysiz, keyin yetaklab ofisga olib kelasiz, keyin yana tushkunlikka tushib o'tirib olgan ekan deyishadi. Keyin yana yuring, siz yuring deb qilishingiz kerak. Bu sizniki, bu Xudo xohlasa eplisiz deb yana ularni erkalab, yana ko'tarib, yana yetaklab oldin yurg'izamiz, keyin yugurtiramiz. Va marraga olib chiqamiz. Shunga o'xshab xuddi farzand katta qilgandek biz ham lider katta qilishimiz kerak bo'lar ekan. Ketma-ketlikda mashina, uy remont qildik, o'zim xohlagandek remontlarimizni ham aboylarini shu daromadim orqali oyligimdan mashina bo'lsa, daromadimdan aboylari, lustralarigacha tanlab, havasda remont qildik. Undan keyin mana ko'plab, men sanasam hozir biri esimlab, biri esimdan chiqib, biri yana esimga tushib, stol-stullar oldim, vannalarni remont qildik. Rosa chiroyli nimalar bo'ldi. Nima desam ekan, etib yetolmayman. Mayli, kimgadir bu mayda juda ko'rinar, lekin bu har bitta biza bir xas uchun ham bir cho'pdek narsa bo'lsa ham bizlarning mehnatimizga kelgan bo'ladi. Bu qadrli narsa. Undan tashqari har rekord sovg'alarini olib anta bo'lajak oshxonamga, Xudo xohlasa yangi oshxonalarga shunaqa bitovoy texnikalarni, Polarisni hamma mahsulotlarini terib qo'yganman. Sumka, chemodanlargacha hammasi yig'ilgan, bor. Xohlasam sotaman, xohlasam tutaman. Xullas, juda ham barakali kompaniya. Bu yerda ishlasanglar, ishlagan odam albatta nima desam ekan, ishlagan tishlaydi deydi-yu, shunaqa maqolga haqiqatda to'g'ri keladi-da. Ishlamagan odamga pul yo'q, ishlasangiz albatta barakasi bilan keladi pul. Allohimma birinaqasini men o'zim ishor qilib olaman. Degan Allohim doim harakatda bo'lsak, albatta barokatini ham, Allohim mukofotini ham ayamaydi. Menki qila olyapman, Xudo alhamdulillah. Menki qila olyapman 4 ta farzand bilan, 16 yosh nogiron farzandim bilan. Yonimda qaynona qaynotam ko'maklarisiz, chunki olamdan o'tishgan, lekin juda ham menga kerakliligini his qilaman. Juda ham menga ehtiyojim bor, lekin Allohimning irodasi juda ham katta qiyinchiliklar bilan bo'lsa-da shu darajaga chiqdim va sizlar ham eblisizlar. Hozir komfortlarga o'tirib olgan qizlarimiz ham bo'ladi orada. Sharoitligi bor, hamma narsaligi bor, badarsdir, ro'zg'or joyida, lekin umr o'tyapti, vaqt o'tyapti. O'sha vaqtni unumli baribir foydalanish kerak. Nimagadir ertaga mana bolalarimiz katta bo'lishadi, katta bo'lishganda onani biznes ledi, bo'lmasam o'z biznesini qilib qo'ygan, o'z nimasiga ega bo'lgan ayol, ona bilan faxrlanishadi. Va undan tashqari erkaklarimiz ham ayolim deganda yonligida guldek, bizadek ухоженный, bizadek o'ziga qaragan, o'rfli mahsulotlar bilan
to'yintirilgan, parvarishlangan ayolni yonida olib yurish har qanday erkak istaydi, xohlaydi. Kelajakda bolalarimiz yaxshi joylarda o'qishiga, ilm olishiga ham hissamiz qo'shiladi. O'zimizdan faxrlanib, energiya olib, yana ham shu davrlarda gullab yashnab sayohatlarga borib yurishlikni kim xohlamaydi? Buning uchun hammamiz harakat qilishimiz kerak. Men ovozim eshitilyaptimi? Bu gapni so'ramanman, rosa gapirib yotibman. Mazza eshitilyapti, maza qilyapmiz. Savollar bo'lsa, gapiringlar, so'ranglar, aytinglar. Kimda savol? Mahfuza opa, sizmi hozir gapirayotgan? Ovozingizni o'xshatdimmi? Malika rosa chiroyli gapiryapsiz, mashalloh, kostyumasini mazza qilib eshitamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Judayam chiroyli gapiryapsiz. O'zim har bir o'sha kunlarga siz bilan birga hamma gapirganlaringizda damashni kurjoklarga borganlarimiz hammasini Nodirani eslasangiz, ana Nodirani damashni kurjokka borib taklif qilganlarimiz, ana odam harakat qilaversa o'sha payt bo'lmas ekan, lekin urug' ekamizni o'sha urug'larimizni hozir meva berayotganini siz dars berasiz, men o'zim faxrlanib ketyapman. Juda ham chiroyli dars o'tyapsiz, men faxrlanaman. Rahmat. Men ham sizda ustozim borligidan faxrlanaman. Vaqti kelsa aytaman, shu Barno opamlar agar kelmaganlarida men shu yerga kelmasdim, chunki Allohim sabab chiqib jo'natganda ularni. Meni ikkita sponsorim taklif qilisha olmagan, juda ko'p telefon qilishgan, 3 kunlab telefon, 1 haftalab telefon qilishgan, lekin olib kirisha olmagan. Lekin Barno opamlar bir marta kelganlar, shu uyimdan kirib kelganlar, lekin bittada ilib ketganlar. Qalbimni qo'rini shundoq topganlar meni. O'shaning uchun boshqacha yaxshi ko'raman ustozlarimni. Betga kelib Shahnoza opamlar bilan tanishdim. Keyin eng qat'iyatli, talabchan, ham gruppada, komandada hamma dokumentli, yana nima desam ekan, urfda ham juda ko'p nimalarni savol javobli joylarida Shahnoza opamlarni ko'rdim. Shahnoza opamlarda talabchalik, shijoat borligini ko'rdim. Ular bilan tanishdim. Meni anaqa banketlarga olib kirganlar, Dilfuza Salimni meni ustozimlar. Dilfuza Salim mana bilan mana shu yerdaligimga sababchi bo'lgan insonlar. Juda ham faxrlanaman ustozlarimdan. Ofislarga yetaklab olib borishgan. Ofislarga yangi o'sha sponsorlarim olib borishgan, lekin shu ustozlarim bilan tanishishimga ular sababchi bo'lishgan. Ofislarda tanishganligimga, shu davrada bo'lganimga, shu avrida bo'lganimga Allohga ming shukrlar qilaman. Chunki har qanday holatimda ham yaxshi ham shu o'rfimim bor, yaxshi ham shu komandam bor, yaxshi ham shu ustozlarim bor deb vaqti kelganda chalg'iyman deganman. Vaqti kelganda motivatsiya olaman deganman. Shu yerdagi komandadagi qizlar bilan ham nima desam ekan, tanishganimda, shu yerda ko'pchilik bilan kirganimda, ko'pchilik bilan birlashib, hammamiz ayqash-chuqqash bo'lib ketib, ahil bo'lib ketganimiz, chuvlashib, uralashib yurganimizdan ana shulardan keyin juda ham chetligimdan faxrlanib ketganman. Xullas shunaqa. Har doim ofisga boringlar, qizlaringlarni yetinglab olib boringlar. Mana aytadi mana shunaqa. Ofisga shunaqa borgan odam o'tadi, bilim olsangiz, ana o'shanlaringiz qoladi. Xotirada shunday qoladi. Vaqt kelsa sizlarda shunchaki mumkin. Nima nola qolmasligi mumkin, boshqa qilish mumkin. Masalan, deb sizlarda hamma narsani hayot, sinovlar bu, hamma narsani hayot. Masalan, lekin sizlarni miyalarga joylashgan bilimlarni, o'yilgan mashqda qolgan bilimlarni hech kim ololmaydi. Hech kim o'rgangan narsalar, mashqda olayotgan bilimlaringlar hech kim ololmaydi. Bu faqat sizniki. Bu faqat sizniki. Masalan, do'st xiyonat qilishi mumkin. Masalan, endi hayotda sinovlar kelishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Lekin bilimlar sizlarni shu holatlardan olib chiqib ketadi. Allohim koriga
bekorga shefga kelib qolmagansiz. Sabab chiqib qo'yganki, ro'baro qilib qo'yganki, shefdan bekorga bir insonga yuzlashtirib qo'ymaydi. Tanishishiga besabab bo'lmaydi. Bir-biri bilan tanishish. Ana shuning uchun aytaman, hamisha imkon qadar bejizga emas uchrashuvlarimiz deb aytaman. Nima bo'ldi? Shunaqa. Xullas, shunaqa gaplar. Qizlar ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Malikaxon ovozi yaxshi. Assalomu alaykum. Rahmat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Shuhrat aka, tuzukmisiz? Rahmat, Allohga shukr. O'zlari yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Eng yaxshi maslahat bergan gaplaringiz, mabodo qaysidir menejer, qaysidir lider yoki qaysidir hamkorimiz o'smoqchi bo'lsa, ko'proq o'sha ofisdagi darslarga kelishi kerak, tadbirlarga borish kerak. Bu gapingiz chiroyli bo'ldi. Agar komandasi bilan o'smoqchi bo'lsa ham xuddi shunaqa. Komandasi bilan birgalikda o'sha komandasidagi mijoz bo'ladimi yoki brend partnyor bo'ladimi, ularni ofisga darslarga olib kelish kerak, tadbirlarga. Bu darslar, tadbirlar insonni ichiga bekinib qolgan bir nimalar bo'ladi-da, hislatlari, o'shani ochaveradi. Masalan, shu qiz dars beryapti, mana shunaqa chiroyli gapiryapti, mana shunaqa gapira olaman, menda ham shunaqa qobiliyat bor degan ma'noda shu qobiliyatni ocha oladi-da. Sizlarni ko'p ko'ryapmiz, ofislarda, darslarda gap yo'q lekin. Zo'r dars o'tdingiz, rahmat kattakon. Eng kerakli gaplarni aytib o'tdingiz. 1 soatdan oshibdi darsimiz ham. Xo'p, o'rtoq menejerlar, bu darslarni sizlar uchun tashkillashtirdik yana bir bor. Endi gruppada yozinglar o'zlaringizni kommentariyalaringizni. Har haftada juma kuni bo'lgani ma'qulmi darslarni? Har xil menejerlarimiz, liderlarimiz bu yerda o'sha imkoniyatlar haqida, yaqinda premiyalar o'zgardi, premiyalar, bonuslar oshdi, bonuslar haqida, etika bo'yicha dars qo'yishimiz mumkin yoki qanday qilib rekrutlash va hokazo sotuv uchun, xullas qalon barcha yo'nalishlar bo'yicha darslar qo'yishimiz mumkin. Endi sizlarga savol. Sizlarda qanchalik vaqt bo'ladiki, sizlar har hafta juma kuni mana shu gruppada kirib, shu darsni eshitishga? Birinchisi, ikkinchisi, yoki katalogda bir marta bo'lsinmi? Shuni gruppada, kommentariyada yozib qo'yinglar, shunga qarab biza liderlar bilan maslahatlashib, mana bu katta menejerlarimiz bilan maslahatlashib, mana shu darslarni tashkil qilamiz. O'zingiz nima o'ylaysiz, Margaxon? Haftadami yo katalogda bir martami? Darslarni aytyapsizmi? Da, darslarni. Yo'q, imkon qadar darslarni ko'proq qilganimiz yaxshi, chunki hozirda bizada yosh bolali, keyin qaynonali, вообще-то imkoniyati borlar bor, imkoniyati cheklanganlar bor. Baribir shu onlayn darslarni ko'proq o'rgani ham yaxshi. Uchrashuvlar, ofisdagi darslar o'z yo'liga, ofisdagi darsga обязательно kelish kerak. Bu yosh bolani ham bahona qilish kerak deb o'ylamayman. Chunki men kichkina bolamni ham tug'ilib 3 oy bo'libdiki, ko'tarib olib ham borib o'qiganman, borganman. Tadbirlarga berolmaydi bu onlaynlar. Lekin baribir onlaynga kira oladigan qizlarimiz uchun onlayn dars ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Xo'p, bo'ladi. Haftaga bir marta juma kuni tanlasak bo'ladimi? Nima deysizlar? Menejerskiydagi haftada bir marta. Da, chunki premium treningda ham darslarimiz borda, ular bilan nima deydi, qo'shilib qolmasligi uchun. Mayli, ko'pchilikning fikri bilan nima qilamiz? Menga ma'qul. Bo'ldi. Yana kimda qanaqadir fikrlar bo'lsa yozinglar. Masalan, haftada bir marta juma kuni dars bo'lgan bilan boshqa kunlar qanaqadir informatsiyalarni tashlab tursak bo'ladi. Videorolik
qilib yoki dumaloq qilibda mana shunaqa qilib Hmm. menejerlarimizni o'stirishga katta yordam qilgan bo'lardik. To'g'ri. To'g'ri. Endi ofisga borganimizda o'z planlarimizni qo'yib, o'zimizni planlarni yozib, chizib, tushunib kelib olamiz. Undan tashqari baribir bu yerda ham shu bilimlar bo'yicha bo'lgani yaxshi. Именно menejerlarni yetaklash uchun. Yana bitta yangilik aytmoqchiman. Bizada 4 va 5 fevral kunlari Samarqandda bizada top 15 bo'lib o'tadi va 4 fevral kuni biz Samarqandda bo'lamiz soat 11 da. Va Samarqandda agar gruppamizda samarqandliklar bo'ladigan bo'lsa yoki sizlarning komandalaringizdan samarqandlik brend partnerlar bo'ladigan bo'lsa, Gulnoza Qurbonovaga aloqaga chiqinglar. Ular biz bilan uchrashuv bo'ladigan joyni aytishadi. Soat 11 da boshlanadi. Chunki bizda Samarqandda 2 soat vaqtimiz bor, maksimum. Shu 2 soatning ichida biz sizlar bilan uchrashib, barcha savollaringizga javob berish imkoniyatimiz bor va sizlar bilan uchrashish imkoniyatlarimiz bor. Bu gruppadagi barcha strukturamizdagi menejerlarga e'lon. 4 fevral O'z qizlarimizga yetkazamiz. Da, Gulnoza Qurbonovaning nomerlarini tashlab qo'yaman. Menimcha gruppada ham borlar Gulnoza opam. Bo'lmasa qo'shib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, uchrashuv joyini, manzilini bilib olishlari mumkin. Rahmat Ijobat akaxon, kattakon rahmat. Videoni saqlanib qilishga harakat qilamiz va menejerlarni birinchi darsi deb sizni YouTube'imizga joylaymiz, xudo xolasa. Telefon raqamlaringiz bilan albatta. Va sizga o'sha YouTube kanalidan yangi insonlar chiqqan vaqtda ularni kompaniyaga ro'yxatdan o'tkazib, o'zi xohlagandek menejer qilib, o'zi xohlagandek lider qilib tarbiyalashni nima deydi? Niyat qilib qolamiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alhamdulillah.